tushda yiqilmoq ko'rishning ta'birlari. Ibn Sirinning aytishicha, yuztuban yiqilish tashvishga, xususan jang va husumat tashvishga dalil bo'ladi. Agar bir yerdan pastga yiqilganini ko'rsa, masalan, tog'dan yo tomdan yoki devordan, orzusi tamom ro'yobga chiqmaydi va murodi hosil bo'lmaydi. Kirmoniyning aytishicha, kimki bir joydan pastga yiqilganini ko'rsa, umid qilgan narsasiga yeta olmasligiga dalildir. Agar tog'dan qulab ketsa, ahvoli yomon bo'ladi. Yiqilish zarbiga yarasha badaniga zarar yetadi. Yiqilishdan qattiq zaxm yetsa va qon ravon bo'lsa, o'sha zaxm miqdoricha ziyon tortadi. Agar oyog'i toyilib yiqilsa, unga ranju alam yetishiga dalildir. Uyining ostonasiga ilon, chayon, gazandalar yiqilib yotganini ko'rsa, unga podshohdan yoki bir ulug' odamdan g'am anduh yetishiga dalil bo'ladi. Agar uy tomi yoki devor ustiga qulab ketayotganini ko'rsa, umid qilmagan joyidan ko'p mol topadi va shu sababli shodu xurram bo'ladi, ishlari yurishadi. Tush ta'birlari bashorat emas, barcha narsani bilguvchi zot yagona Allohdir.